Ya onasini inson. Ya mamajon qattiq oldi Yaxshimi, strekerni. siz emisiz? Men aytganimni qilmagansan-ki, siz yuraverasiz skuterda. Men mashina olaman deb pul to'pladim, o'tin, ko'mir, pechkaga pulim ketib qolyapti. 10 taga 10 ta pech yoqqazsang, uy ustida remontiga pul ketadi, qancha mehnat bo'ladi. Bu 3-trekker, bu ish narsa bu. Har yili remont qilyapman. Sirini oshkor qiling. Sirri vaqti oddiy-yu. Qanaqasi? Bir marta pul so'lamishini sotib olinadi bo'ldi. Eng asosiy xotin duo qiladi. Yo'q. Ko'rsataymi nima? Ko'rsating, yuring bitta qana. Ana Nur brendi ostida ishlatib turgan kat yo'ldan olganman, o'rnatganman. Bitta zapravka qilib qo'ysam, bir kungacha umuman havo olmayman. Pechka yoqmayman, uyim tutamaydi, zo'r. Mana vidlari o'sha dahshatchilangan. Eng zo'r tomoni svit o'chib qolsa ham 15 soatgacha yana ishlash davom etaveradi. Ya'ni UPS mana miyalari bor. Ha, bizda hali ko'pchilik yomonlayapti bu kat yo'lda motori qisilib qoladi. Unaqa emas, hamma garantiya beriladi. Svit umuman 4% ham ishlayveradi. Ko'mir umuman tanlamaydi. Bez bunkerlari 349 dan boshlanadi. Mana bunkerlari 849 dan boshlanadi. Tekin-ku. Bitta pul to'plash kerak. Dastlabki kelishilgan holda bitta zakaz qilsa bir kunda bu ishi bitadi. Qayerdan olamiz o'zi buni? Mana Qo'qonga kelsin, Nur brendi ostida ishlab chiqar. Ekran pastida nomer qo'yib qo'yaman. Bitta telefon qilsa bo'ldi. Hammasidan o'zlari hal qilib beradi. Rahmat, yo'qmi? Buni olish kerak. Qachongacha skuterda yuriladi? Ba'zida qimmat mashinada yurish kerak-da.